Alo, Fao, aka. Xo'p, Jamol ketyapman hozir. Ha, Jamol, nima deysan? Sekin gapir. Biz payqab qolishmasin. Men bir narsani bilib qoldim. Mana katta uyni ko'ryapsanmi? Ha. Ash katta uyni tepasida juda ko'p butilkalar bor ekan. U butilkalar mafiyaga tegishli ekan, hammasi. Ha, sezgandim, bu yoqqa odamlar chiqishga qo'ymaydi. Uzr, Jamol, to'g'rilab beraman keyinroq. Ha, mana shuni o'g'irlaysan, olasanmi? Ha, olsam bo'ladi, lekin kech o'shanda olaman. Ko'pmi? Xo'p. Oldin o'g'irlaganimga yarasha o'sha pullarni berib ketishim kerak. Xo'p, ber. Ayt. Halolman-ku men endi mana shu unga pullarni qaytaraman. Hali agar u yerdagi narsalarni olsam juda ham boyib ketaman. Yaxshimisan, Jitet? Meni narsalarimni o'g'irlashdi. Bilmaysanmi kim o'g'irlaganini? O'sha men edim, ancha och qolganim uchun narsadan o'g'irlashga majbur bo'ldim. Mana pullarni olib keldim. Aynan menda $60 bo'ldi. Hamma o'sha yo'qolgan narsalar hisoblasa. Mana senga o'sha $60. Sog' bo'l. Men unaqa yomon bola emasman. Rais ayblaganidek. Ha, yaxshi bola ekansan. Ha, sog' bo'l. Endi men biroz mizg'ib olsam, bu yerga o'g'irlikka tushaveraman. Birinchi mablarni olaman. Mana bu sandig'imni olib turib, mana bu kravatimni oldiga qo'yib, ovqatlarni sovib chiqsam, biroz sendvich yesam ham bo'laveradi hozir menga. Qani, mazali ekan shu sendvich, lekin biroz mizg'ib olaman, keyin esa kech tushganda o'g'irlikka tushaman. Kech ham bo'lib qopti. Endi asta shu yerga borsam ham bo'laveradi. Meni payqashmasa kerak. Ketdim. Yopib ketish uyimni. Ana shu uyni tepasi deganda, uyni tepasiga hech kim yo'qmikan meni payqashgan? Hali bu yangi qurildi. Odamlar hali ko'chib kelgani yo'q. Qani tepaga chiqish kerak. Bir amallab chiqib olsam. Mana chiqib oldim. Mana bular nima edi? Yo, butilkalarni qaranglar akalar. Bularda qancha pul qilsa bo'ladi-ya? 64 stakdan. 64 tadan. 1-2 stakdan bu yerda butilkalar bor. Yo. Ana yer nima ekan? Shu yerga bir qarab borib kelishim kerak. Men endi boyman. Hey bola, orqaga qara. Nima? Meni payqab qolishdimi?